retsept bo'yicha birinchi marta tvorogli pirog pishirishim va birinchisi bo'lishiga qaramay ideal chiqqaniga o'zim ham hayron qoldim. Ta'mini zo'rligidan bitta katta bo'lagini 2 minutga qolmay yeb qo'yganimni sezmay ham qolibman. Maqtovlarga cho'miltirgan pirog retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ishni xamirni tayyorlashdan boshlaymiz. Oliy navli unga razrixlitel, shakar, tuz va sariyog' solib, urvoq holiga kelguncha qo'limiz yordamida aralashtiramiz. Ketidan smetana va 2 dona tuxumni solib, sochni xamir qoramiz. Xamirimizni katta va kichkina bo'lakka bo'lib, kichigini morozilkaga, kattasini xolodilnikka jo'natamiz. Endi esa tvorogli nachinka tayyorlaymiz. Chopper yoki blender yordamida tvorog, tuxum, quyultirilgan sut va vanilin shakarni bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Mazali bo'lgan nachinkamiz ham tayyor. Endi xamirimizni un yordamida yoyib, maxsus qolipga moslab olamiz. Shu yerda qolipni o'lchamini tanlashda ozgina adashganim uchun xamir va nachinkam ortib qoldi. Ta'mini yanada betakror qilish uchun ezilib muzlatilgan olchadan foydalandim. Muzxonadagi xamirni qirg'ichdan o'tkazamiz. Isrofgarchilikka qarshi chiqqan holda qolgan masalliqlardan mana shu go'zallikni yaratdim. Pirog 180 gradusda pishib chiqadi va siz bu go'zallikni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak.